Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Michel Bachelet ve onun hemrah bulgan vekilleri ömeki aldığımızki günlerde Xitay ve Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılıdı. Ziyaretten ilgiri Türkiye'de yaşavatkan lager kurbanları munbirinin advokatları, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi ve Birleşken Devletler Teşkilatı'nın başka alakadar mekanizmları gayıltıma sundu. Şarkı Türkistan ceza lagerlarında ziyankeşlik uçurguçularının tuqqanları ve advokatları yakında akbarat elan kılışığını çakırıp bu temada tepsili uçur bilen təminləydi. Birleşken Devletler Teşkili vekiller ömekege koyulgan taleplerini ve kanuni jarayonlarını düşündürüp berdi. Hong Kong'da sabık bexatarlik başlığı John Lee baş icraiya əməldarı bulup tayinlendi. Xitay Merkezi Hökumətiga yaqin isim sübtida tonulgan Lee Qanun Chiqarish Meclisining vekilleri, kasbiy guruhlar ve savdo dunyosining vekillarini o'z ichiga olgan 786 komitet a'zolarining qo'llashi bilan nomzodligi ko'rsatilgan. Egillanishicha, Lee Hong Kongda baş ijroiya amaldorini saylash huquqi berilgan 1500 kishilik saylam hay'atining 1461 billetiga erishgan. Ma'lum bo'lganidek, Lee va hozirgi baş ijroiya amaldori Carrie Lam Hong Kongda o'qituvchilarni bostirganligi sababli Amerikaning embargosiga uchirgan. Aksaray Ukrayna urushi sababidan Rossiyaga qaratilgan yangi jazoni e'lon qildi. Bayonotda aytilishicha, G7 rahbarlari Tönögen Ukrayna prezidenti Zelsinkining qatnashi bilan sinliq yig'in o'tkazgan. G7 davlatlari Rossiyaga qaratgan yangi jazo planining bir qismi sifatida Rossiyadan neft eksportini tadrijiy oxirlashtirganligini yoki butunlay uzaytirganligini e'lon qildi. Kanada Baş Ministri Justin Trudeau Ukrayna poytaxti Kiyevga yaqin Irpin shahrini ziyorat qildi. Bu yerda Rossiya boshlagan urushning cho'nqur jarohatlarini ko'rgili bo'ladi. Yana bir tarafdan Amerika prezidenti Joe Bidenning ayoli birinchi xonim Jill Biden Sharqiy Yevropadagi 4 kunlik ziyoratining bir qismi sifatida Tönögen Slovakiya Ukrayna chegarasida Zelsinkining ayoli Olena Zelsinki bilan ko'rishdi. İran rahbari Ali Xamenei Tehranni tuyuqsiz ziyorat qilgan Suriyadagi hokimiyatning rahbari Bashar Asad bilan ko'rishdi. Ali Xamenei o'z davlati bilan Bashar Asad hokimiyati o'rtasidagi munosabatni yaxshilashga kuch chiqarilishi kerakligini o'tirib qo'ydi. Asadning Xamenei bilan ko'rishiga Eron prezidenti Ibrohim Raisi, inqilobiy qo'g'dovchilar Quddus armiyasining qo'mondoni Ismoil Qani va tashqi ishlar ministri Husayn Amir Abdullahyan qatnashdi. Şimali İrlandiyada o'tkazilgan saylovdan keyin Amerika hukumati zarur tadbirlarni qo'llanib, Belfast kelishimi doirasida o'rtaq hokimiyat o'rnatishni talab qildi. Şimali İrlandiyada o'tkazilgan parlament saylovida Angliyadan ayrilishni va Irlandiya Cumhuriyati bilan birlashishni tashabbus qiladigan Sinn Féin partiyasining g'alaba qilishi diqqat tortdi.